Assalomu alaykum kanalimizning qadrdon muxlislari. Bugungi mavzumiz gijjani tushirish haqida. Gijja kasalliklari ilmiy tilda boshqacha tushuntiriladi, ya'ni gelimentozlar. Odam, hayvon va o'simliklarda parazit chuvalchanglar gelimentlar qo'zg'atadigan kasallikdir. Gelimentlar odamning nafas olish, ovqat hazm qilish, muskul sistemasi, jigar, taloq, qon, miya, ko'z va boshqa organlarida yashab, ularni xili va qaysi a'zoda bo'lishiga qarab kasallik ham har xil kechadi. Bemorning hamisha vazni kamayadi, landlik paydo bo'ladi, boshi aylanadi, xotira pasayadi, bola yaxshi o'smaydi va hokazo. Gijja ichakda bo'lsa ich qotadi yoki ich ketadi, ko'ngil ayniydi, ba'zan bemor qayd qiladi. Jigarda bo'lsa ko'z oqi va badan sirg'ayadi, shish paydo bo'ladi, o'pkada bo'lsa yo'tal tutadi. Bolalar organizmidan gijjalarni tushirishda oshqovoq urug'i samarali ta'sir ko'rsatadi. Oshqovoq urug'i chaqilganda uning madagi ko'kish qobig'i saqlanishi kerak. Mag'zini maydalab idishga solinadi va ustiga asal yoki murabbo qo'shib aralashtiriladi. 3-4 yoshli bolalar uchun 75 gram urug'ga 25 gram asal, 10 yoshli bolalarga 150 gram urug'ga 50 gram asal yoki murabbo qo'yish mumkin. Ushbu aralashmadan bolalarga nahorga oz-ozdan beriladi. Keyin 3 soat o'tkazib, makkai sanodan tayyorlangan damlamadan 1 piyola miqdorida ichiriladi. Surga ichirilgandan so'ng gijjalar tushib ketadi va bola asta-sekinlik bilan sog'liqni tiklaydi. Barcha tavsiyalar davolovchi shifokor bilan kelishilgan holda bajarilishi kerak. Salomat bo'ling.